o'g'lim bilan ukamni xotini kuzatar ekan sizni. Men internet tushunmayman. 15 kun kafeda ishlab shu boraman deb keldim. Mashalloh, o'zim o'rgili chiroyli. Chiroyli narx qilib berasiz. Mana shu xotinga 70% skidka qilib beringlar. 15 kun kafega ishlab, Dilso'zdan shu bo'laman deb o'g'illar jo'natdimi? O'g'lim bilan ukamni xotini jo'natdi. Dilso'zdan olasan. Kelasi ham sizga maslahat berdi. Mana qo'llarimni qarang. Ana shu bo'laman deb. Mana shu kelgan shu bez 1.200.000, sizga men 400.000 ga beraman. Alloh sizni xohlaganda mana shu joyga keldim. Men o'zimdan kelmadim. Alloh meni siz oldingizga yetkazdi. Bilasizmi shu narsani? Bu qo'llaringiz, mehnat qilgan qo'llaringiz inshaalloh shunaqa darajaga bo'lsin, Baytullohda ishlab namoz o'qib, inshaalloh. Menga ehson beradigan darajaga bo'ling. Inshaalloh farzandlari sizga ham kattakon rahmat. Tanlovingiz to'g'ri bo'lgan. Oyingizga to'g'ri maslahat bergansiz. Keliningiz ham, farzandingiz ham podshohlardan unvon oladigan darajaga yetib bo'lsin farzandlari. Ehson beradigan bo'ylardan qilsin. Aytganingiz kelsin. O'ylaydi, o'zingiz ham chiroyligingizni qarang. Men chiroylilarim, men olimga faqat shunaqa chiroyli farishta yuzli, jannat yuzlilarim. Sizlarni ko'plar yaxshi ko'raman. Bu kiyganim Qorqiz aka, Snegruchka, я играю на гармошке deb qo'shiq aytib, Qorqiz bo'lsa bo'lagan.